Farg'onali bog'bondan uzum ko'chasi so'rayapti. Yangi navdagi uzumlarda do'stlar mana buncha qarovsiz qoldi, lekin 2 yillik yangi navlarimiz bor uzumdan. Xudo xolasa sotuvga chiqaramiz bu. Mana bugundan bir qator shaylarni tozalab, o'tlarni yuyapmiz do'stlar. Yangi navdagi uzumlarimiz xudo xolasa noyabr 15-da sotuvga chiqadi. Bugundan mana shu o't bosib qolgan ekan, o'tlarni yuyib tozalayapmiz do'stlar. Kimga qanaqa yangi navdagi uzum kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Dastlabki qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor do'stlar. Avatar deysizlarmi, Lamborghinimi, Qora Husaynmi, Mes. Xudo xolasa uzumga ham qiziqamiz, yangi navlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Mana bugundan ishlarni tozalab, necha beparvo bo'lib qoldik. O't bosib qo'ygan ekan. Mana chiroyli qilib o'rib yo'qsitib qo'yapmiz mana do'stlar. Avatarlar balki o'g'li qizarib ketadi, kuz oyiga kelib. Bularimiz avatar. Laboratoriyadan oldik. 2 yil oldin afsuski avatar uzum chiqmadi. Boshqa navdagi chiqdi. Samarqand institut laboratoriyasidan olganimiz. Shuning uchun o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, olib kelib o'zimizga suqib, xudo xolasa o'tgan yil suqqanmiz. Mana bu yil 2-yil o'sishlari zo'r do'stlar. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. O't o'rishga qoyil, bitta layk bosib qo'yinglar. Lakdan bosinglar.